Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda sudlar tomonidan ko'rilayotgan ishlarning 30%ni sayyor sud shaklida mahalla, o'quv muassasalarida yoki korxonalarda o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa fuqarolarning huquqiy ongini yanada oshirish, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishdir. Ana shunday sayyor sudlardan navbatdagisi Kogon shahrida bo'lib o'tdi. Jinoyatni omma oldida muhokama qilish huquqbuzarliklar takrorlanishining oldini oladi. Joylarda tashkil etilayotgan sayyor sudlarda keng jamoatchilikning ishtiroki ham ularni turli buzg'unchi g'oyalardan yiroq bo'lishga undaydi. Navbatdagi sayyor sud ham Kogon shahar temir yo'lchilar istirohat bog'ida tashkil etilib, unda jinoyat ishlari bo'yicha Kogon shahar sudi tomonidan jinoyat ishlari, probatsiya xodimlari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar, ya'ni axloq tuzatish va ozodlikni cheklash jazosini o'tayotgan shaxslarga nisbatan belgilangan tartib-qoidalarga amal qilmaganligi uchun boshqa og'irroq jazo turiga almashtirish yuzasidan kiritilgan taqdimnomalar va ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar ko'rib chiqildi. Sayyor sudda 300 nafarga yaqin fuqarolar ishtirok etdi. Sayyor sud majlisi o'tkazishdan ko'zlangan maqsad ko'payib borayotgan jinoyatlarning oldini olish, huquqbuzarliklarni profilaktika qilish bo'lib hisoblanadi. Shu sababli bu yerda to'plangan fuqarolarga jinoyatlarning oldini olish, yoshlar o'rtasida jinoyatchilikka qarshi kurashish, oilaviy zo'ravonlik, firibgarlik, o'g'irlik jinoyatlarini sodir etmaslik yuzasidan tushuntirishlar berilib, jinoyat sodir etgan, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan jazoning muqarrarligi prinsipi ta'minlanishi to'g'risida tushuntirishlar va ko'rsatmalar berib o'tildi. Shuningdek, sud majlisi davomida o'zganing mulkini yashirin talon-taroj qilgan fuqaroning ishi ham ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi aybiga to'liq iqrorlik bildirib, qilmishidan pushaymondaligini, bu holat boshqa takrorlanmasligini ta'kidlab, suddan qonuniy yengillik berishni so'radi. Sudda barcha holatlar inobatga olingan holda ayblanuvchiga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Muxtasar aytganda, omma oldida o'tkazilayotgan bunday sayyor sudlar yurtimizda jinoyatchilik va huquqbuzarlik ko'rsatkichlarining pasayishiga sabab bo'la oladi.